Ko'p ota-onalar hozir ish sababli vaqt chegaralangan. Bolalarga e'tiborini qarata olmay qolgan ota-onalar. Ular nima qilishadi o'rniga? O'shani kompensatsiya qilaman deb vaqtini, imkoniyatlarini to'g'ridan-to'g'ri pulga chaqadi. Bola, "Men yaxshi ko'rmaysizlar, men bilan gaplashib o'tirmaysizlar, menga e'tibor bermaysizlar" desa, bolam, nima yetishmayapti senga? Nima kerak? Telefoning yo'qmi? Kiyim olib beraymi? Yur deb sotib olishga harakat qilishadi. Yo'q, uni sotib olish kerak emas, uni pora bilan aldash kerak emas, unga e'tibor berish kerak. Ja vaqtinglar bo'lmasa ham, yarim soat vaqt topsa bo'ladi, hafsala qilish kerak. O'zini majburlash kerak. Bola tug'ilishini qarorini sen qabul qilgansan-ku, bola qabul qilmagan-ku, men tug'ilaman onamning qornida, o'zimdan o'zim paydo bo'laman demagan-ku, to'g'rimi? Sen qaror qabul qilganmisan? Ota bo'lish, ona bo'lish qarori sendanmi? Shunga yarasha mas'uliyatni ham his qilganda, yarim soat, maksimum 1 soat bolang uchun kuniga vaqt ajrat, gaplashib o'tir. Bir o'yin o'yna. Ko'chaga chiqib birga aylanib kel. Uni ichki xohishlari, xotirlari, qiziqishlari bilan qiziq. Birgalashib oilaviy qanaqadir o'yinlar o'ynaylar, rejalar qilinglar. Birga muloqot qilish kerak. Qizlarda misol tariqasida deylik, ota-onasi bilan suhbat yo'q, otasi bilan. Qizlar ko'p holatlarda keyinchalik erga tegib baxtli bo'lib kelishlaridan yana bitta sabablardan biri nafaqat baxtli, eri bilan yaxshi munosabatlarni tiklashga sababchi bo'ladigan narsa bu to'g'ridan-to'g'ri uydagi erkak kishi, ya'ni otasi bo'lishi mumkin. Bir xilda to'g'ri, otasi katta bo'ladi, tog'asi yoki bobosi bo'lishi mumkin. Eng avvalambor o'sha erkak kishi bilan muloqotni yaxshilash kerak. Otamisan, qizing bilan qanaqa muloqotni tiklasang, keyinchalik eri bilan u ham xuddi shunaqa muloqotni tiklaydi. Bir xil qizlarni nima qiladi otalar? Gaplashmaydi, muloqot qilmaydi. Faqat ish buyuradi, o'qishi masalasida so'rashi mumkin, xarajatlariga pul berishi mumkin. Bo'ldi, faqat shunda chegaralangan. Yo'q, muloqot yo'q. Nima kerak? Ertaga repetitorga borishim kerak, o'shanga menimcha pul kerak. Ertaga kiyim olishim kerak, faqat shu bilan chegaralangan. Bu keyinchalik ota bilan qizini o'rtasidagi munosabat bo'lmagandan keyin ertaga qizi ham qanaqa qilib erkak kishilar bilan munosabat qilishni bilmay qoladi. Bu ham keyinchalik agressiya, hech narsa qo'lidan kelmaganligi, muloqot qila olmaganligi sababli har xil isterika, agressiya va boshqa muammolarning kelib chiqishiga sababchi.